Ayıp bir Uygur oygan uygun yeter. Sende mal yok emdi kesse can keter. Bu ölümdün özünni kutbuzmusan? Ah senin halın xatar, halın xatar. Bu ölümdün özünni kutbuzmusan? Ah senin halın xatar, halın xatar. Benim ucansız ah okşaydı tenin. Şuna yok mu anti ölümdün vemin? Sırsın kömürlemayla yatsın. Oylanmay ölmek kimu sen şüphetin. Sırsın kömürlemayla yatsın. Oylanmay ölmek kimu sen şüphetin. Hop dedim beşin kötür oyduğunu aç. Yakidun başını kes amini şat. Gözlük etraf toptan bakmasa. Ölsen armandı bir gün nailaz. Uygan, uygan, Uygurum uygan, 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 Uygurum uygan, 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 Uygurum uygan, 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 Uygurum uygan. Avazım itilqaptı abay. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qeyindaşlar, Arsan Live'a hoş geldinglar. Bugünkü temamiz bolsa Amerika, Meksika ve Uygurlar. Bu bugun qaragan şekilde mushu Arsan Live'da bizning ekran şeklimiz başqacha bo'lib qoldi. Bugun Zulfiqar Mustafa qeyindoshimiz mushu tema ikkimiz bir paranglashadigan bo'ldik. Hisobda bu Amerikaga keladigan yo'l nereden nergacha, bu muhacirlar kelib bo'lgandan keyin qanday yordamchi bo'la olamiz degan temada biz bugun suhbat olib bormoqchi. Lekin suhbat boshlashdan avval bir Zulfiqar Mustafa qeyindoshimiz bilan tanishib chiqaylik. Şəxsən mən Amerika kelgan yoqi hamda o'zini tafsiliy tushundirdi. Lekin müşədəki muhacirlər, mushu panalıq tilgüçilər, damdoq nurg'un yo'l qadamlarni besib, yo'l izlab, namoyishlarda birga bo'ldik mushu haqda. Mushu yangi Amerika kelgan insonlar qanday yordamchi bo'lganini, nurg'un yo'llarni mencha ichbadi deb qarayman. Ve Mişer'deki Amerika Uygur Cemiyeti'ndeki bu Uygur Mescid'deki dair nurgun hizmetlerini yürgüzüyordu. Lekin ben çendirmeyi özü kısık çendirsin, anınıza biz timimizge kirsek buldu. Assalamu alaikum qarindoshlar. Mening ismim Zulfiqar. Mening bu tunji qatim ekranni oldiga chiqishim, mikrofonning oldiga. Endi hozir aslan qarindoshimiz tushuntirgandek, men 5 yil burun Yaponiyadan kelgan. Yaponiyada bir Tokushima deb islom markazining qurg'uvchisi, o'shan bosh qurg'uvchisi bo'lib 7-8 yil xizmat qilgan jamoat xizmatini. Shu jarayonda shu yerda shundaq vatandan kelgan qarindoshlarimizninki har xil viza ishlarini qilib kelgan. Undan keyin Amerikaga kelib o'zimizning beshig'i shu keldi, shu jarayonda biz birlikda mushu tashkilotlar bilan birlikda shu Uyg'urlarniki siyosiy panalıq meselelerini qildik. Şundan başqa buni hal qilish uchun jamoatlashish uchun bir masjid, Uyg'ur islom markazi qurib chiqdik qarindoshlarimiz bilan. Shu jarayonda biz burundan bir şeyde bağ bo'lgan bir 2000 da qarindoshimizniki bu siyosiy panalıq masala hal bo'lmagan qarindoshlarimiz birlikda hal qilgan bo'ldik. Shu jarayonda ondan keyin Turkiyadan yana hozir mening bilishimcha 50-60 dan ortiq qarindoshimiz keldi shu yarim yilning ichida. Endi har xil yo'llar bilan Meksika chegarasi orqali va yoki aeroplan orqali degandek o'xshamagan yo'llar bilan shu jarayonda har xil shu qarindoshlarimizninki hikoyalarini angladim, kelish jarayonlarini yordam bo'lish jarayonida hozir Turkiyada anglagandek bir xatar ichida qarindoshlarimiz bor ekan, hadisi tutib ketadigan. Endi shunday xatar ichida qarindoshlarimiz uchun bir to'g'ri yo'lni ko'rsatib bersak, to'g'ri uchurlarni, undan keyin bir yerga kelib japadaqan qarindoshlarimiz bor. Shu ularga Amerikaniki bir hozirgi sharoitini, qandaq nima uchun keldi, nima maqsad, qandaq bo'ldi deganini bir o'zimiz bildiğimiz bo'yicha to'g'ri uchurni bir yetkizsak, qarindoshlarimiz bir jabat tatmasa,
biz qo'limizdan nima kelalaydi to'g'ri uchular hamberlesek degan maqsadda endi yanıma keldim. Buniki to'liq nimasi bo'lmasa ham. İnşallah. Ondaqda biz başlaylı. Dastlabki mushu yo'l qanday mengildi. Lekin ma gapni deyishdan burun qarindoshlar, biz bu yerda bir qonuniy jihatdan biz bir tavsiyada bulunmaymiz. Faqat mushu yaqindan yaqin o'zimizga kelgan uchurlarni, ba'zi qarindoshlarimizning tajribalarini faqat sizga yetkazamiz. Lekin buningda voy Arslan bunda dedi, Zulqar bunda dedi deb bu qonuniy bir mas'uliyatimiz yo'q. Faqat bo'layotgan ishni biz tushuntirgili keldik. Neyse, o'dila başlaylı. Ben yolunu qısqacha tushuntirib bergan bo'lsang, Zulqar qarindishim. Men xaritamni ichib qo'ydim. Hozir bizning qarindoshlarimiz vatandan kelgan qarindoshlarimiz bor hozir. Bilingandek har xil yo'llar bilan Xitoylarga o'xshash pasport olib, Xitoyning pasportini shu orqali Osiyo davlatlariga chiqib, Osiyo davlatlaridan Turkiyaga yoki bevosita Shimoliy Amerika qit'asiga uchib berib, shu yerdan kelgan qarindoshlarimiz bor. Albatta Turkiyada yashab o'tib, Turkiyada yashab, Turkiyada Xitoyning pasporti bilan shu o'xshash yo'l bilan Braziliya orqali yoki boshqa davlatlarga kelgan hozir 50-60 ga yaqin qarindoshimiz bor. Men uchurni yiqqan. Lekin uning ichida asosan o'xshib ketadi yo'llari shunda bir necha nuqtaga. Masalan, Xitoy pasporti bilan qoyil bilan keldi. Turkiyaning pasporti bilan, Turkiya gejdalı bilan qoyil bilan keldi. Ondan boshqa hech qaysi yo'qlar qanday qilyotidi degan 3 nuqta bo'yicha ayrim kelsak deb o'ylayman. Endi vatandan kirgan qarindoshlarimiz bo'lsa, eng avval bizniki Xitoyni bizning debdiman, kechiring. Xitoyning pasportini oldi ekan bir amallar bilan endi hozir olib chiqyotidi u. Shular bilan pul xarjlab yoki ish kerak berib degandek. Undan keyin Osiyo davlatlariga bor ekan sayohat va yoki boshqa Xitoyga o'xshash. Shu orqali Xitoyning guruhlariga qo'shilib nimaga Turkiyaga yoki Braziliyaga keldi ekanda, endi buni nurg'un qarashlar Turkiyadan keldiganligi uchun endi biz buni Turkiyaning nimasi orqali boshlasak, Turkiyadan shu Amerika kelish jarayonini Xitoy pasporti bilan endi birinchi bo'lib Istanbuldan bilet olib İspaniya orqali Ispaniyaga bordi ekan, undan keyin Braziliyaga tushdi ekanda, Ispaniyadan. Braziliyani ochdingmi? Braziliyaga bordi. Brazil, ha. Undan keyin Bolviyaga tushdi ekan. U ayrim bir davlat endi, Bolviya. Braziliyadan Bolviyaga. Okay. Ba'zi avtobuslar bor ekan. Ondan keyin Tamojdan chiqqandan keyin Bolviyada avtobus bilan La Pazga borib, La Pazdan yana avtobus bilan Limaga kirdi ekan. Limadan yana mashin bilan Peruga. Hozir 3 davlatni desab bo'ldi-da. Endi bular o'xshamagan yo'l bilan keldi ekan, ba'zilarni bevosita, ana ba'zan qarindoshlarimiz Peru bu 3 nimani qilmaylam, Ekvatorga bevosita borgan qarindoshlarimiz bor. Bevosita Ekvatorga kirdi ekan, undan keyin bu yo'llar yana o'xshamaydi har xil. Ana Ekvatordan necha kun turib, yana boshqa qarmashlar bilan Kolumbiyaga, Bogotaga o'tdi ekan, Medellin bor ekan. Endi o'tib Nikola'ga. Yavaşlar. Hoş. Bogota'dan Nikola. andan keyin Medellin, Medellin'dan Nikola. Bu yerda Panamada da 10 kun, 10 necha kun saqlaydi ekan, Panamaga berish uchun. Buni o'rmon chegaraga qarab mangdi ekan bu yerda. Bir katerlarga chiqdi ekan, kater bilan Panamaniki dengiz bo'yidan Panama o'rmonligiga kirdi ekan. O'rmonlikda Costa Ricaga qarab qilish uchun 3 kunduz yo'l mangdi ekan, tog'larni. Bu bek jarayonda sudini o'tdi, har xil tog'larni o'tdi ekan, bu yerda o'ldiganlar bo'ldi ekan bu yo'lda. Do'nglardan tushib, selib ketib yomg'irda. Bu yerda saqchilarmi bo'ldi ekan, saqchilarni o'tamasa qarjamat bo'ldi ekan bu yerda. O'sha eng qo'rqinchli ekan bu hozir. O'sha o'rmonlik atrofi. Mishat bulanganlar bor ekan endi. Undan keyin kelganlar saq kelganlar alhamdulillah. Ana keyin bu yer bu o'rmonlik bo'lgan bilan 50-60 odam top mangdi ekanda, bu yerda Xitoylarmi bor, boshqalarmi bor. Kechalari chidirlarda uxlaydi ekan, o'zi ko'tarib olib borgan. Bir qarindishimizniki tirnoqlar tushib ketibdi, oyoqi yirtilib, shu qadar ichinishli qandi. Panamadan Costa Ricaga yaqin keldigan bir yeziga chiqib, bu yerda 2-3 kun turdi ekan.
Ondan keyin Qo'lvoq bilan Kosta-Rikaga qarab mangdi ekan. Panamadan endi Meksikaga kelguncha karvanga o'xshaydigan nurg'un yo'l bo'ldi ekanda. Odamlar uni Xitoylar bor, bizning qarindoshlar Xitoylar bilan yoki boshqa nimalardan o'xshamagan guruh bilan kelgan ekan bular. O'zini Xitoy pasporti borlar. Bu yerda masalan Panama, Kosta-Rikadan yana nurg'un davlatlar bor. Nikaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, yana nurg'un davlatlar bor ekan, Meksikaga borgacha. Bu jarayonda bir tushuncha bormi yoki bo'lmasa sizlar deganda karvon bilalami? O'xshamaydigan mangdi ekan. Karvondan ayrildi ekan, karvonga tushdi ekan, piyoda mangdi ekan. Masalan, buni bek inchik detalga kirsak, uning necha soat ketishi mumkin. Tamam. U menda hozir bir kitobda borda, hozir o'qisam bo'ldi uni. Okay. Undan Kosta-Rikadan Nigaragaga mangdi ekan, Nigaragua. Undan keyin Nigaragadan Hondurasga. Emas qarmashinda piyoda nurg'un yerlar piyoda mangdi ekan. Ma qarindishimiz 70 kun ketibdi shu jarayonda. Hondurasda eng taskan beni o'tish. Yani 8 gün yol mangıptı bu yerda. Hondurasdan alqib xat oldi ekan. Ondan keyin Guatemala chegarasiga bordi ekan. Guatemaladan ko'chmanlarni tizimlab o'tkazdi. Hukumatning nimasi pul berdi ekan u yerda. Va 250-300 dollar olib mangdi ekan. Ondan keyin Guatemaladan keyin ondan keyin ish boshlandi ekanda. Hozirgacha ish emas. Tig'i Braziliya, nimetdi Boliviya, ana Peru, Panama, Kosta-Rika o'tdi, hech qanday ish yuz bermadi. Endi Guatemala'dan itibaren ish boshlaydi. Okay, xo'sh. Hozirqininga eng xatarli yeri shu o'rmonning ichida. O'rmonning 3-4 kunlik xatarlik o'lib ketish eng og'ir ekan shu nimada. Qolgandan keyin Meksika chiqarib bag'isgan taksi bilan, hel avtobus bilan piyoda Guatemalaniki vaziyat eng chinkan. Bu yerda eng xatarlisi bu davlatlar Xitoy bilan eng yaqin ekanda. Shunga yerda har vaqt hukumatniki tutilish ehtimolligi bor ekan. Hukumatdan qochsa, qarjamay tutilib qolish ehtimolligi bor ekan. Anaga bizning xalqimizning chiroyi Gaylar Spanishga o'xshaydi, Xitoyga o'xshamaydi. Gaylar Xitoyga o'xshaydi. Halqi nima bo'lgankin chegirlarda doim ovorachilikka uchraydi ekanda, shu chiroy masalasidan. Sen saxta pasportlarni masalan, qarindoshlarimiz aydirom tutilib Braziliyadan qaytib ketdi oldin qaptashkisi. Chunki chiroyi Xitoyga o'xshamaganligi uchun. Subhanalloh. Yolg'on pasport degan holatda. Undan boshqa ular nimaga ketish ehtimolligi bor ularni vatan qaytarish bu davlatlarniki. Hozir tafsiliy desak, Guatemaladan. Peki Guatemala'dan Meksika bu yerdeki mesela Guatemala'dan ta şu Meksika Amerika chegarasidagi jarayonni azroq bir depsak. Meksikadan Tapchola deganga keldik dedi. Guatemaladan Tapcholaga kichik dengizning qo'lvoqlarga o'tirib choq yal urgan nima deymiz? Choqni deymi, yal urganmidoq. Tushundim. Biz ayla nimalarni ko'ramiz bo'pmi? Su hatto Turkiyadan Yunaniston, Gretsiya bordigan tushundim. Havoda o'g'izgan nima robot anladim. Shunaqa narsaga ichiga laylab yurib, undan keyin yuksandiq mashinalarning kayniga chiqib degandek. Yani Tapcholarda 3 gün yotoqda yetib, yani 3 gün katerga chiqib, Meksikaning Oaxacaga borib, Oaxacadan yana pul to'lab, aeroplan bilan bu eng oson yo'lda shu. Lekin 750 dollar bilan Tijuanaga kelishning o'zi. Lekin bu yana hukumat kirgandan keyin o'sha yerda bu yerda ko'chma kelib aniqda odamlarning gamimiz shunaqa yotgan bo'lgan ekan. O yerda tutib doim tekshiradi ekan agar cho'qim o'ziga ishonchisi bor, shu sayohat qilmay degan narsa bo'lmasa, bu yerda aslan qaytaradi degan Meksikada. Bir qarindoshimizni tutib bir oydan so'ldi. Ya vallahi qarindoshimiz yordam qilib men kelib olsak salomat pasportini tatib oldi shu yerda. Endi bir qarindoshimizni chiqara olmay Kanadaga olib ketdimi dedim. Chiqma shundaq endi oson keldi dedi, lekin yana xatarning ichida Meksika hukumatiniki. Ani qo'sh.
Tamam, bu yerdeki tamam chegara keldik. Bu chegara bay degandek özüne mında sayahatchidek bop tushundirilmiş. Nima uchun udul panoliklam tilmaydi? Uy qaytırıyor ekan o yerda. Belki chiqib olganken. Şu o yerda cho'qim o'zininki sayat kelganligini isbotga ko'rsatamasa u yerda chegirni kugizmaydi ekanda. Kelganda o'lib qaytırıyor ekan. Undaqla madem Yer Amerikanınki bu yerda Amerikanınki xizmatchilar bor ekanda. Shuni qo'g'dash uchun butun nimlarga, airdroplarga Amerika hukumatining pul chiqarib xizmatchi sapdi o yerga. Amerika kugizmaslik uchun. undaqda bu yerda masalan o chegarada mesela siz dilde Braziliya shuncha ters yo'llamag'an ekan. Nima uchun undaqda udullar Meksikaga ham tushmaydi? Madem o'zini bunda sayohatchi bo'lib ko'z chiqtirishayotgan ekan. Bu Xitoy pasporti bilan u yerga kirolmaydi. Hozirgi Udul kirish nimasi yo'q. Ha, Vizasiz. vizasiz kirolmaydi. Shunga hozirgi yo'ldan beshikqa majbur. Endi bu hozirgi bu bir masala, lekin yana bir qarindishimizniki masalasi sal oddiyroq deymiz, lekin oddiy bo'lgan bilan yana o'xshamaydigan yeri yana bir qarindishimiz bilan. Bu qarindishimiz nima qildi? Ekvadorga keldi-da bevosita. So'ng Ekvadordan keyin yana o'xshab ketdi, Quitoga kelib, yana burun xarita bo'yicha Tulcandan Kolumbiya, Kolumbiyadan Eblis, Cali'dan Medellin. Yani azıraq şəhər mangdigan yol sal o'xshamaydi. 3 xil yo'l bor ekan u yerda. Shu o'zini Puluqarda mang deganda, Gay Aptuzda, Gay Gondurasdan o'tib degandek. Endi bu hozir qarindoshlarimizning mangan bu Xitoy pasportli qarindoshlarimizning mangan yo'llari bu. Anakin Türk vatanish qarindoshlarimiz bir qadar oson mangdi ekan endi. Albatta turklarga vizasiz kira oladi ekan, ikki xil ahvol ostida. Nega vizasiz kira oladi ekan? Meksikaga. Meksika uning uchun cho'qim o'shaniki sayohat vizasi olish kerak ekanda, Schengen yoki Yevropaning Schengen vizasi bo'lsa kira oladi ekan. Yevropa Schengen vizasi bo'la turk pasport bor qarindoshlarimiz Meksikaga sayohat kira oladi ekan. Lekin yana kirish uchunmi cho'qim kirish yo'llari bor ekanda, uningki cho'qim Braziliya yoki boshqa davlatlar bilan kirsa shu davlatning vizasi bo'lishi kerak ekan. Bo'lmasa ashadda qaytarib o'tadi ekan, u aeroplanga chiqa qilib qo'ymaydi ekan. Bu nurg'un qarindoshlarimiz kayniga yenib ketdi-da shu jarayonda. Nurg'unlar pul berdi ekan qaroqchilarga, shu orqali ichildi ekan endi. Uning Xitoylar 60-70 ming dollar berdi ekan, Uyg'urlar 10 ming, 15 ming, 20 ming o'xshamagan yo'llar bilan. Ya saqchiga, ya qaroqchiga. Andan keyin ham bu Türk vatandaşı qarindoshlarimiz, turklar deyli bu yerda. Turklarniki YouTube'da aniq ko'rsatilgan-ku, turklar qanday kelish yo'llarini. Xitoylar TikTok ko'rsatilgan-ku, endi biz bu yerda so'zlashning hojati yo'q deyman. Kelgis bor qarindoshlarimiz shu orqali bir narsa ko'ra oladi. Izlansa bo'ldi, lekin agar uni bilmasa, ma yo'lni ko'rdinglar hozir balki unda oson yo'l emas. Eng oson yo'l dedik, Meksikaga kirdi. Meksikaga kirgandan keyin hozir diqqat qiladigan ishlarni desakmi, masalan aeroplanniki bir to'xtab kelmoqchi bo'lsa, shu bevosita shu aeroplan masalan Braziliyaning São Paulo shahridan almishilgan aeroplan bo'lsa, masalan nurg'un qara shunda ashtaq kelyapti. Cho'qim o'shani hozir deganda viza bo'lish kerak uningga. Okay. Mushu yo'l jarayonida masalan nurg'un insonlar bo'pmish Uyg'ur masjidga va o'xshamagan albatta boshqa tashkilotlar bor, lekin boshvuratdi, yordamchi bo'linglar degandek. Sizlar anglagan mushu yo'l jarayonidagi men bu nurg'un hikoyalarni angladim, lekin sizlar jiqroq anglaganlar. Masalan, qanday gap mushu yo'l jarayonidagi balki vahshiy anglagan bir hikoyalar bor. Masalan, aqlingizda qolgan balki bu, ya'ni bu yerga kelish shunchaki ökendimi sual qo'ygandim. Yani erzamda bu kadar mushu yo'lni besib kelish, yani mushuni tushuntirasizlar. Endi har kimning maqsadligi, har kim o'xshamasligi mumkin. Balki xabarlarni ko'ryapmiz, yaqinda angladik, Turkiya hukumatiniki bostirib kelib tutib chiqilgan. Ammo haqiqatan o'zininki jiniga, xatri bu qilala bo'lsa, endi arzishi mumkin. Lekin hozir xatarlarni ko'rdim, nurg'un bolalar sog' salomat kelyapti. Evet, kilemligerlerim var, bir ay turmada edip, mesela alaylık bir qarindoshimiz edip, tırnaqlarım hemmesi tırnağım düşüp ketdi, aş tağı yoldu dedi. Ondan keyin şayet ülüklerini kördüm dedi. Yap ketdik, yani men
Üldoğan boldum dep ümidini üzgen wagtda Meksikalıklar meni qutqaz deymen. Bir ömür unutmayman dedi de men ölüp boldum degendim dedi. Anandan keyin yani mesela bir kep bolupmu Amerikanınki Amerika kirdi dedik abi nurgun yollarını besip en asan mangallary aeroplan bilen düşüp çigirden kayıklardan ütüp kirgen Amerika'nın kirgendan keyin Amerika'nın özüdi hoş geldiniz dep tamak vermeydi ki Amerikalıklarmı. Derhalam kempege solaydı eken kulu koysalıp. Men u yerde sorak kılıp, tekşürüp onundan keyin bir kerindeşimiz nurgullar asal çıktı Allah asallık berdi. Bir kerindeşimiz 2 günde telefon kıldı, 2 günde bir yığılap men kimin kutkuzanlar ketinglar dep. Şunun üçün u yer kepil oluş gerekken, onu düşünüş gerekken, nurgun mesuliyet gididi eken. Hazır bizden kerindaşlarımız ailesi bilen geldi. Ayal ballarını elip de 3 aile ba. Yani bezelleri toyu kagalla, endi yaşla. Ayal ballarını taşlap koyup geldi. Yine bezelleri toy kılmagan yaşlar köpürek geldi de. Şu 3 türküm alet geldi. Endi hem adamın nidini Allah özü bildi. Belki aşında kıyınçılık buluşu mümkün biz bilmeyimiz ki o yani ki bizim o mam yapın yerden geldim sen Avustralya'dan geldim. Yani biz miye kelgendiğin kiyinki küllerini köydük, çalıştırdık. Hem de I don't know. Elbette Irak'tan keyin mesela hemmeyle popmu bizim küçük vaktimizde şu Hollywood'nu körüp, LA'ni körüp, vay Amerika hemme adam sarayının içinde yaşaydı ki. Yapıcı aslında bir duygu buldu da, lekin kelgenlikin elbette işler başkaça. Muşu kevatkanla kıyındaşlarımızın nime məqsədlər bilə keldi ki? Hem de menin kögünüm köpüregi iqtisodni yaxshiroq bo'lsa, o'rnimiz bo'lsa va Turkiyaning iqtisodini ajalab ketgandan keyin, agar bolalarimiz yaxshi kun ko'rsa, bir yaxshi bir nimlarni qilsaq degan holat keldi ekan. Lekin bu keplam qilib pul topadigan yo'lga kirib ketadi ekanda, nurg'un diqqat qiladigan ishlarga diqqat qilolmay qoldi ekan qarindoshlarimiz. Kelishdan burungi tayyorlik yo'q. Masalan, nurg'un mayli ingliz tili jihatda bo'lsin, mayli iqtisod jihatda bo'lsin. Bu keplam qilib pulni süpürüp tap qilib olmaydi bu yerda. Endi qonunsiz ishlash kerak ekan. Shuning uchun bir necha yil, 1-2 yil men ham narsam chiqichan, men chida olmayman ruhiy jihatdan yoki iqtisodiy jihatdan degan bir kallada bir ang bo'lmasa, hozir iqtisodiy jihatdan qiynalib bizning qarindoshimiz zakot so'radi bizdan. Uy pulini to'layolmadim, advokat qilaman deb yordam qilyapmiz. Endi ko'pinchilari qonunsiz ishlayapti, lekin u to'g'ri yo'l emas. Boshqalarning akkauntlarida ishlash degandakchi. Nimasiz, cho'pirsiz, kinishkisiz mashina haydab, 3-4 qarindoshimiz saqchida tutilib qoldi, sotga yo'linib ketdi. Va qallaga uchirdi. Xatarchi haqiqatan, lekin men arzimdi deb o'ylayman, lekin shu masalan miyadagi bayam degandek biz burungi ahvollarni deyishsak, masalan Amerikaga biz en asan keldik deb o'yladik. Aeroplan bilan oilamiz bilan keldik. Lekin uningdan keyin men eng baxtli deb o'ylayman alhamdulillah. Biz 5 yilda meni intervyu qildida. Men kelgandan keyin bir akamiz bilan ko'rishdim. 18 yil hech nimasi yo'q. Sotga yo'lmush qarindoshlarimiz sotga chiqdi. O'xshash. Ash qarindoshimiz 10 yil hech narsa yo'q, uydan saqchiga ko'namay, uydan chiqmay qar ishlab yurdi-da. Bolalari Amerikalik bo'lmasa. Hani yeni bir akamiz bilan ko'rishdim. U 8 yil bo'libdi. Hozir bolalarini ko'rmabdi. Bolasi 23 yosh kiribdi hozir. Turkiyada bolalari, ayollari. Keplam to'y qilganlar deydiganim keplam ayol bolalarimni akilman deb undaq umid bilan kasimi bek oddiy o'ylash mening sistemimiz o'ylaganda. Daftar yuzda to'g'ri bo'lishi mumkin qonunda. Lekin amaliyotga qarasak undaq ish yo'q. Masalan, sen mi ko'rding? Bir 2000 qarindoshimiz 10 yil, 15 yil Mesih hal bo'lmay, necha yuz qarindoshni namoyish qildik. Tashkilotlar shunday yordamda bo'ldi. Nur Miyadagi Amerikadagi. Endi shu qarindoshlarimizni hozirgacha bitmayapti-da. 10 yil burun kelgan qarindoshlarimizniki. Bu intervyu chaqirib dedik. Javobi bahs qildi. Javobi berdi 3-4 yil saqladi. Green card saqlasa, pasport saqlasa, u qachon ko'rdi bolalarini, qachon akiladi bu yerga. Mesela yolg'iz kelgan qarindoshlarimiz o'ziniki ayol bolalarini qachon ekilma degan narsani o'ylab kelish kerak deb o'ylayman bu yerga. Andan keyin to'y qilmoqchi, to'yga yeshidiki bolalar 30 yosh bolalarnimi
pul dep nima qilmoqchi degan narsani o'ylash kerak. Masalan, bu yerda bizning hozir 30-40 yoshlarimiz keldi hozir to'y qilmagan. Yani bu yerda azaldan 30-40 yosh kirib bo'lgan loyiha yo'q, qizlar yo'q deb, chunki nurg'un yoshlar ham kelyapti, o'g'il bolalar ham. Ular o'ylanish kerak. Ularga bu yerda undaq chigirdan atlab kira oladigan boshqa kirgan qizlarimiz yo'q. Lekin bu yerga pul topib to'xtadik. Oila bo'lmasa, u topgan pulniki nima hojat, qanday xarajat. Ko'ryapmiz amaliyotda nurg'un bizning yosh inlarimiz bor, uylari bor, esil mashinalari bor. O'ylash kerak. Mishar hech kim xato tushunib qolmasin. Hiçbir zaman ma yo'lni mangmanglar, Amerika kamanglar degan gap yo'q. Chunki hatto men tuniga statistika ko'rdim. Mucha 8 oyning o'zilam 300 ming odam shu chegaradan kiribdi-da. Albatta kasanglar bo'ldi, lekin da'vatqinimiz mushada diqqat qilishga tegishli ishlar bor. O'zimiz ko'rdik, boy qarinishimiz buni 20 yil intervyu saqlagan insonlar bor. 10 yıl saklaganlar var. 5 yıl, yani 5 yılda yemeniz interview, aşı panalık işlemeniz 5 yılda püsse şükür kılın. Bu green card ammaga çetri o panalıkını ap boğanı kintiga aldı kayını bu. Ben tünegen tekşürdüm torga. Green card'a başvurup, yani mişerdeki uzun müddetlik ikamet demdik. 30 ayda çıkıdı ki. 30 ay degen tahminen 2 yıl. Bir ayını aldırı 40 neçe aydı. Neyse. Mening so'raydigan savolim, mesela şu chegara keldi, ba'zi qarindoshlarımizga mesela yaqindan yoqi işte Kanadaga chiqinglar. Kanada qabul qilyapti va yoki bir necha oy sabr qilib, inshaalloh birinchi oyning birdan tortib Kanadada qabul 10 ming Uyg'urni qabul qilgan bo'ldi shu tarixdan e'tiboran. Shu chegarada tutilib, ana Kanadaga chiqqan qarindoshlarimiz bormi yani? Ha. Ularning Ulan endi uçur vermedi. Bak. Ketkenleri bak. Kanada'nın özünün qarindosh olib ketganlari bor. Anandan keyin nasha turmada tutilib qolib bayam deganda Meksikada. Bu turmadan chiqib Kanada ketganlarimi bor. Belki de bu yerdeki mening kalandaki narsa, gerçi 10 mingning ishi programda kelalmasangmi, atıyorum yani mesela şu chegaraga belki odlam Kanadaga chiqdi, bay degandek kinishkilar bek tez chiqadi, bay degandek yani menga nisbatan mushu g'arbning ishchidiki mening o'zimning fikrim, mishalki Amerikalik Uyg'urlar menga nima qilmasin, mushu g'arb davlatlaridagi menga nisbatan eng nachar davlat Amerika shaxsan, yani mushu mayli ma'rif bo'lsin, ma'rif 0. Mushu g'arb davlatlarning ishchidiki davlatlarni selishtirgan chog'da demakchi-ku hamda. Hani doktorxonalar haqsiz emas, chiqib nurg'uncha hozir LGBTQ aşı balalarınızı zo'lab, aşlaq şu hayatga zo'lash nimalari bor, bek qo'rqinchli. Shunga shaxsan Kanadani tavsiya qilaman, mayli ma'rif, mayli o'qish, mayli doktorxona nim bo'lsin. Hamda nima kelayli? Mishadagi Lekin mesela o'xshamaydi unga. ha. Sizning fikringizni apaqay, mening fikrim o hamda, ha. Amerika yaxshi deb qarayman men. Ba'zan ishlar arziydi ekan, biz o'zimiz kavoliblar buni desang to'g'ri bo'lmaydi deb o'ylayman. Masalan, sizlar bedinglar ma'rif jihatdan aytganda eng yaxshi oliy maktablar bu yerda, iqtisodning kontrolligi bu joyda. Lekin shuning uchun cho'qim pulingiz bo'lishi, yaxshi yerda turishingiz kerak. Bolani yaxshi o'qitish uchun yaxshi yerda turish kerak, qimmat yerda. Uningdan keyin yaxshi pul, yaxshi oliy maktab o'qish uchun pul kerak-da. Lekin hozirgi sharoitda masalan mayli hozir masalan boshqa chet eldan kelib qolgan qarindoshlarimiz bo'lsin, hammasi nima holatda qilyapti-da, masalan IT xizmatini qildi g'alba. Ondan keyin truck haydaydi g'alba, Uber haydaydi g'alba yoki boshqa. Jiq turga bo'linmaydi. Ashlarning keyin nimasini ko'rsakmi? Iqtisodiy saviya boshlayotlardan. Agar bunda yaxshi iqtisodiy saviyamiz bo'lib ketgan bo'lsa, bu tarafda Uyg'ur markazini nechin sap bo'lardik biz. 10 ming Uyg'ur bilan. Shundoq bir holat bizda undaq bir qanaqa tushuntirishni bilmadim. Undaq bir jonni tikib, oilani tashlab, kelgusini o'ylamay, balkim Amerika tushidamdi. Balkim bo'lishi mumkin, bir nisbati. Lekin oila yashayotganlar, oilanglarni tashlab, masalan bir qarindoshimiz kelibdi, 45-50 yosh atrofida, akamiz. Japadat qoldi gapni nima desak, bir necha oy ish topolmaydi. Uning uchun bir
iqtidar hazırlap kelish kerak, ingliz til bilish kerak yoki misha kelib o'rganish kerak. 1 yil keplam ishlayman demay, bir qonunsizlik bir mush xatar bor. Shuning bir chidalaydigan iqtisod jihatdan bo'lsin, tayyorlik bo'lish kerak o'zida. Bo'lmasa ingliz o'rganish uchun keyinga surildi. Shu bums qara ishlab yuradigan ish bo'ldi-da, keyinga mangansi necha yil umr o'tdi shuning bilan. Endi qarindoshlarimizga tavsiyem tayyorlikni keldiganlar tayyorlikni yaxshi qilish kerak. Meyli salomatlik jihatdan bo'lsa, bayım yo'lini ko'ringlar. Mesela bir qarindishimiz 3 oyma badan chiniqtirib keldim dedi. Meyli iqtisod jihatdan bir to'liq qurolanish kerak qarindoshlarimiz. Güzel. Hı. Mana bir qarindishimiz bor, mushu yo'lni mangan. O'zining ba'zi tajribalarini bu yo'lga qanday Amerikaga techaman keldi, bir tushuntirib o'tmoqchi. Assalomu alaykum qarindishim. Aleyküm selam kardeşim. O'zingizni boy degandek bir tushuntirib o'tsizlar, mushu Amerikaga kelibsizlar. Mushu nereden başladılar, qaysi yo'ldan mangdinglar, beshinglardan nimlar o'tdi, Amerikaga kelgandan keyin qarindoshlarimiz sahip chiqdimi, sahip chiqmadimi, qanday sahip chiqdi degandekchi. Rahmat. Ben şu Türkiye'den mangan, Türkiye'den şu Ekvador'a. Ama şu TikTok'ta ama YouTube'da görüp mundaq bir yol var ki bir men bakayman. Ama hem de yenimde pulmaz kaldı çünkü ben bağımsam zat olmayın. Hem bir yerde can bakışım mümkün emez. Boldu mağsam may. Ben şu TikTok'tan koygan boyunca Türkiye'den ayıplanğa oturup Ekvador'a geldim. Ekvador'a gelgenken bu yerden kandan maşı yani şu açıdan gördükemiz. Kösek u yerde bir serik kızış kesili dediğin bir kesel var ki şu açtar yaptım şu Cenab-ı Amlikler yaptı tolu bolduğun. Onunla vaksin oturduk emez. O şu yerde aksız vaksini doğurduğun yer mi bak ya? Bir sorsal dep verdik ya. Berip aksız ki pasportunu götürüp jirip vaksini oturup olgandan keyin anandan keyin yolga chiqadi ekanmiz. Kuyto'dan chigir bo'yida bir shahar var Turkan deb. U yerga Abduz bilan keldim. Abduzga şu $7 chiqdi, taksiga chiqib Abduz bekatga berib $7. Andan $7 Abduzga chiqib Turkanga keldim. Turkanga kelgandan keyin andan yo'lni oyog'ini shu yana shu TikTok, YouTube'dan ko'rib Kolumbiyaga chiqadigan bir yer var ki deb aşağıda bir chigir ko'rikida bir ko'rik var ki $4 olib qo'ydi. Bir taksiye chiqib aşağıya bordim. Borgandan keyin mashinadan tushib tursam, shu kolumbiyalik teshikchalar aldım jug'urib kelib, "Voy, Kolumbiyaga boramsa. Bizda mishtaq Kolumbiyadan 10 kunlik xatnim qila olamiz. O bu debda borma." Adab uloq shu $30 berdim. $10 xatni chiqarib berdi, $20 meni mashina silib, xat bo'lgandan keyin yo'l ketdi. Ipalas degan bir kichik bir shahar o'xshaydi u. Aşağıda bir Abduz bekat var ki aşağıya kapırıp koydu. Aş bekatni ichiga chiqsang, boshqa yoqqa borgan Abduzlar bor deb. U yoqqa kelgandan keyin men ko'rib, bu yerda qalay desam qo'rqdim-chu, ma Kolumbiya baqalayim qanki. Ko'p kunduzda işte haqlarni bo'laydigan shuna bir yoqqa. Boshqa ketay bu yerdan. Bu yerdan Abduz bekat chirib, nega o'tishimni bilmayman deyman. Bunda xarita qarsam, şu aşağılık TikTok'ta degandek şu şimal tarafı qarab mansak buldu ki bundan sonra yaqinroq bir Kaliga boray deb Kaliga keldim. O yer şu 100 ming Kolumbiya pul ketadi. 300 kun atrofida deyman. 100 ming Kolumbiya puli. Kolumbiyaning pulimi işte tasarruf qilmaydigan pulga oyak 10 saat atrofida maşinada o'tirdim. 500 kilometre yolga Kaliga keldim. Kaliga kelib, Kaliyada bir armiyadan bir yo'l ko'rib maysam, yana qo'rqdim. Ammo Kolumbiyani ish olgandan keyin asat chiqdim, jur'at qilamdim-da, tong atmagandan kelgan vaqtimda. 20 soat to'y to'labdi-ki, asti berib, hamda yana shu shimol qaylab borgan ekanman, bir xarita qarab boqay, nega borsam bo'ladi deb qarsam, shu Medellin yaqinroq ekan.
500 neçe kilometrde bunun 10 saat otururken ben maşinde. O yerden Kolombiyanın pulu 70 manga Medellin'e biletini aldım. Andan saat 8'ninki 4 saat oturdum ama yok piketten çıkmay. Piketten çıksam hatarlıkta hem de özüm yalğız olganken. Abduz'dan vaqt to'shdi. Abduz'a çıktım. Yani 10 saat japalan tatip baş uxlaganmı bolmadım işqilib başta keldim. Medellin kelip Medellin pakat çidim edim. Putqolda jamı qalmady, uyqusiz. O yerdemde bir gün qo'ngan boldim. O yataqım qimmatga. 30 neçe dollarga aldım. Adat bir yataqni. Bir kecha yatdim. O yerda o yataqda sol pasportni deb ketmaydi-ki, pulni basi nem qilavergan. O ertesi annen yanı Abduz Beket'e vardım. Benim iqtisadım az değerli başka yol yok mu? Abduz Beket'e görüp o yerden aşağı Nikokol dediğim bir yer varken Kolombiya'dan aşağı deniz boyunda çok o çıkıp bağım. Şu aşağıya görüp aşağıdan anan deyken Panama'ya mağdağım. Aşağı Nikokol'a 14 saat otladım odayım Abduz'da. Medellin'den. Onunla 120 man kaldım Kolombiya bola. Bilet ilip Nikokol'a kelip Nikokol'dan aşağıda bir alıqı hükümetten kimisi mi var ki? Şahsiyelik balıkçılığından kimisi mi var ki? İşte mağdağın. Cemi bütün ayakka biz ne 45 dolar koyayım. 45 dolarga şu deryadan ötküzüp koyduk ya. Şu Panama tarafga. O yerde hükümetin kimi var ki? O hükümetin kimi maksat biz nemi kapırıp koyduk ya. Kayıtlandımda işte bir yava keldi. O ya yadalam Kolombiya'nın çekirsi. O yada çok balıqa kurallı qarakçılar degandekli vaka. Tıptı men bu yan bağmayma, men şu Panama tarafga apırıp koy. Desem bunda aslı pul koysa, bizden aşağıda adamlarımız var. Hemiz kacemet adamlar okşaydı. Pul koşmasa nem qilmaysa deb 250 dolar verdim cemi. Aş meni Nikokol'dan aş Panama'nınki karayetoga apırıp koyap, ormanlık, bütün işte bir yol başlıqçı, bulak başı daqılan. Şunu olan kimde öttük, lekin hatarlık arası yapsam. O kimler küçük kimler ki, alqa denizden alqa çarlaydigan alqa saqçılım var ki, onu saqçıdan kaçıp behtizeydi ki, onuncu akagiçe örülüp ketken kimler var, özgüzem bilen kördüm ben. O pürsüsüne qutqazmaydı ki. Xususlu amal yok da kaslarımızın saqçı tutudu şu. Bakkaydı de o kimini qeqilib ketdim cuma ben çıkarttım aldı qatada oturup diken ben hazır cümüş geçgem ağrıdı. Bu yerde Xudo aşkı tez geldim. Aman geldim deb kelsem aşağıda bir şu musafirlar lageri dediğim bir yer apırıp taşlaydık ya bizni kimide. O musafirlar lageriga bir geç qonduq taladı amal yok. Taladı desem aşağıda bir Meksikalık vaka ola. O bu taladı desem ağırıp kalsa ama bizning nimaga çerepki gidiyor çerep yattı aşağıda bir geç yattım. Ertesi kolumuzga bitaldan kızıl çoyun çekip koydu. Aş edemni kendi mağasa dep. Peki ömrümde manakşını köre bakmağım. Aşu tabi ormanlıkka, aş yıllıkka yol başlıqçı. O yol başlıqçı bu aşağıdaki bir yıllıkka kabilenin adamı ki o bizning adamı okşamaydıgan. Aş tabi kabile ki o. Aş bir yol başlaydı ki. Aşının pul vermey 100 dolardan o yerde öteş mümkün emas ki. Çokum aşı pul verdikenmiz. 100 dolarını onun koyarıp mı? Hem işte mağazda bir şey kılıp o 2 mingga qo'yadan bag'udayman. Bizning aş topda. Hamma yerdan kelgan vaka. O'zbekistondan, Tojikistondan, Turkiyadan, Afg'onistondan degandek. Yani boshqa apchostiki Braziliyani apchostdan kelganlar vaka. Venezueladan kelganlar vaka. Shunday. O dastlabki bizga deganda bir ton so'yilib olsanglar bo'ldi degan. Mayliqa 6 kiloluk suvda so'yilib bize pryanikni bir chiqolmabdi ekanmi? Onda japal qunukmay. Dastlabda bir yerim kun mangdoq, mangan xil osandek to'latdi oxiri kelganda o tog'ning egizligi patqoq, yomg'ir qarang. Atelib
bağana 300 metre 400 metre tağaş. Yağmış ketip bağan, yan çıkıp atkan kiyimini jitilip kelse aşağıda silip de somkudan yen kiyimini giyip yana aşında yağmış 48 saat mı taş tağına tağdan düşüp çıkıp anın aş 7. tağ gelge vaqta en egil şu ka 400 metre gelge dedim. Ay yerime bağanda ma hoşumdan kettim. Mağa durup bütün tügüde. Ma öldüm la boldu, ma ümit, ma jenimdim mi keştim boldu ya. Hoşumdan ketip yetip qoptum aşağıda. Bir vaqt gözünü açtığında oldu. Asap yanımda şu Cenab-ı Amerikalıktan bir iki arkotun turdu. Küçükten suyu kaptık ya ama vitamin C suyu yo bize birani kempler. Ağzımı silip suyunu koyup bu yerde kalsan yetişleyip gidiyordu. Biz öyle ma. Amal yok yanı bağdım. Yani ketip durup yan hoşumdan kettim. Yan açında kalıp durup üç ketimde kutkazgan boldu. Ahir tağı yol tügüde. Men tak endi kutulga okşayamaz dep oylaptım ha. Lekin sel çaqlap kaptım. Endi tağı yol tükenden keyin darya boylap bir malga yol var ki. Evet. O yolda mı 2 gün mağartıyamız. Bütün taşlar. Oh my god. O yolda mı zaten iş kılıp. Tüz yolda toğan bilen lekin taş. Kat koram taşlı var ki. Aş menip kettik. 2 gün, 2. gün keç olganda yani candan ümitini üzdüm ben. Çıkıp bulamdım. Sen kaynımdan beri 2 yaş balı keptik ya. Nim boldu onda jinim tammy deyman, maňam meýlimem, şäherde ölsem meýli. Sen ýok bolmaýdy ama ýa-da jylpyzly jyrtgyçly wa bu ýerde kalsaň ýep gitdi. Jep aşyk sörgençi sörep. Bir 3 saat tek olmaňda godaýma. Ken aşağıda yeni bir tabiilige keldik hamdy. O tabiilige kelip o ýerde bir su wady. Bize ýedigen piranik bir näslini wady. Aşağıda bir yattık bir gece. Et soğanda o tabii kabile maksusmuşta biz oşa misafirini toşuydıgan eken, lekin pul aldı eken. Bir yağaç kulvaq va uzun bir kino oldu çıkıdgan okşaydıgan ki. Aş bir adam $25'dan yani bir kabileге apardı eken. Aş kulvaqdı mı 6 saat mandık cümle eken. Bazıdaylıqa yağmur yağmağa vaqtlarda su sel tezge toqtusa tutulgan gap bunu. Aşındaq. O ýerde aş kulwagt maňa bekqidimizde tımsakla. Ma hakykatan közem bilen ködüm. Üzüp ötep gitip bagan tımsakla, apyr kakyldy ýatgan aşındaq. Dedim towama ömrümde manda aşynym gördüm. Dep ýene bir kabile keldik. O ýermi şu bir musapirlar lagerke. Şu halkaradan uğurlaştıgan musapirlar lagerke. O ýerge berip menen awalym salça tak oldu. Bernemge suzyyan kılıp bir näsil çiketdi. Anan eken su sem yandırdıgan aşta alıp kaldım. Biz yoldaki işçidan su olmagan eken asaslıkla suyun içip amal yok. Menen azim kılıç yolam azrak alqadak buzulgan şu eken. Anda ýerli yani şu Meksikalıkla men ýardam kılıp. Men tilini okumagan eken. Men kaynak silip apyryp şu doktor wake. Bu daryny süýkeýdigan daryny bir içdigan daryny haksız berdik. Ben onu içtim, boşlup kaldım. Atsıla. Berdim içketken näslim azlygan tode. Atsy yana şu ýerde. Bir tizim galdyrdyk emmas. Pasportunu kötürüp aparıp, aşymy halkaralyk musapirler orny eken, tizimlap bolgandan keyin yana kulwakka 25 dollardan çıkıp, yana maňa dikemiz 7 saatda kaçta tımsak ýady. O kulwak şundal örülüp ketdi, hatar da ýa-da. Ya bu haklı adamın azrak almaydı eken. Şu bir kulwakka 20 dollar basıdı o. Eli sozady kulwakyny tüp bilen azly kaladı. Bir ýandan kolumyzdalyk bir stakandak bir näsli var. Kimi kirketken suny tökep durmaz kulwakka. Bolmaz kim çökep gididi. Aşynda keldik. Ki u ýerde 7 saat meňep ýene bir kabile keldik. O kabile bize ama hazırkı zamanga okşap giden kabile eken. Aşağıda düşüp dursak bir harbiyanyň maşinasy keldi. Şu musapirlarny kıldygan orunki. Harbiy maşina çykdyk. Bu harbiy maşina pulanmady.
yana bir yerga apırıp bu yerda pasportumuzni tizimlab qildik. Bo'lgandan keyin bir shaxsiy mashina chiqadi ekanmiz. Keldi o mashina. Bir adam $2. Yana bir musafirlar lageriga apirdik. O avtobusda 4 soatlik mandık. Yana bir musafirlar lageriga keldik, shu Panamaniki 3-chi musafirlar lageri. O yerda bir tizim olib bo'lgandan keyin biz bilan kar yo'q-ku. Qarsam bu 3-4 Meksikaliklar bir avtobus chiqadi. Mana yerga bordik avtobus desem, David qo'yardi. Bir adam $40 ke. Sen baram dedi. Ya ben barma. Sen chiqal dedi. Shu chiqdim. O avtobusda shu ish qilib 10 soatlik men olib ketdik qo'dayman. 11 soatlik. Yo'l tuzgan kaçta hoşuma arlık yılı var ki. Şu aşında men David geldim. David'den yol boyu avtobusda aşında. Ma asası şu aş Meksikalıklara yakınırak aşul dedi ma bizden ayrılıp kalsanısını bulaydı öldürüydü de bir şey karakçılığı vardı. Kağa yol mu bak mürekkep emesken lekin çıkıp ma Panama bilen kildiğine men tavsiye qilmayman. Undaqda masalan Amerika kelishdan burun ma chegarani gapini qilmadik-ku, lekin hozir kap bo'ldingiz, hozir Amerika tinchama kap bo'ldingiz, ha? Shunchaki yo'lni besib keldingiz. Savolim shu. Masalan, mushu yo'lning bu qadar jaboliq bo'lganini bilgan bo'lsangiz, yana kelamdingiz? Kelma. Okay. Yes. Kelma erkenlikka muhtoj. Tamam. Okay, endi mush chegarada, naq mush Meksika Amerika chegarada qanda, ya'ni shu jarayonni tushuntirib bersangiz. Yol boyu aşı bayam nimama tep ketgendek aşında hamdı. Tuzu çıkıp kelimiz. Pek çıkıp bulma ketmeydi özümüz bansak. Yaxşı yer şu ki yani çıkımız pul tejlip kaldık ya. Şimdi Meksika'da kelgenden kim Meksika'da pek işlet kalmış sakılmaydı ki. Bu yadım şu karcamiyetlik şu bulaydı ki. Benim kına ayet bir kıtım. İşkitim bulup aldı benim o. Bir kıtımda Al-Ciyad dediğim bir yer var. Kapçulardan avtobus çıkmağa hemen Alciliyağa gelgende şeyde bir karcamiyetten bulup aldı. $300'a yakın pulum ne? Lekin telefonum neyle olmadı, pulum neyle aldı. Pulum ne pulunu koyuverdi, somkamnıma aktılmadı, şu maksatı şu pulluk şeydi. Andaki uyadan bir amallık bir pul aldığın naşın tipik bankının ki. Yani uyadan bize pulunu nem kılıp Oaxaca'ya geldim avtobus çıkıp. Oaxaca'ya gelgende gaske kısam çidemedim. Bana çimkim kalmadı. Aşı topçulardan mı Oaxaca'ya gelçarlıkta Algerya'da üteplik kızıp gittim qarab. 9 yaşında. Udu kızdım. Mecburi mağmay amalım yok. Kasamlam çatak. Aktadım da xiyarvamaydı. Amal yok mağdım. Çıkılıp Edgar Sıkımbake Jaman kelib oldim. Lekin mush Meksik tarafda bak ehtiyot qilsa oldi. Meni Aljeriyada bir bo'lib oldi, Oaxacadan tez keldim. Lekin Tujanada bir bo'lib oldi. Tujanani Amerikadan tambayog'i. To'g'ri. Atiyakaganda qarjamiyatdan kelib bir $7-8 pulumni bo'lib olgan bo'ldi. Silg'u, ya'ni albatta pulni berish yaxshi emas-da, silg'u yana yaxshi-kan, nurg'unlarni oldim, qip yalang'achdan qo'yib bitir ekan. Subhanallah. Peki shu yerga chegara kirdingiz. U masalan kampida qancha yotdingizmi, qanday chiqdingiz, u yerdagi bo'lgan muomala nadan nagacha, nima dedingiz kirgan chog'da, sayohatchi dedingizmi degandek. Agar bu gapni degingiz bo'lsa, qancha deysiz o'zingizning? Mendan ishim so'mida. Ha. Ben 1,5 yıl yattım. Sakçılımı, erbiyelimi kattık gep kalmadı. Kesem pasport dedi verdim. Benden bir soğanı bir çoğrak bir başlık okşaydı. Sa Uygur mu diyendek yakıpta şu ben şu bildiğim yes soğan ki yesli dedim. Şu soğan ol birla. Anadaki 1,5 gün u yerda keçisini o'tgan biz nimeden chegirdan. O yer bir 4 soatda uxlagandan keyin avtobusni chiqarib yana bir yerga apadi. U yerda bir kun turibdi-ma. Andan keyin bizni mehmonxonaga olib boribdi shu. Pek çok savol sormadi mendan.
Mesela bunda kipil, bunda narsa lazım, unda kipillik. Onu so'da. Onu Ha. so'ragan işte senin Amerika'da tunuşun barmı, alaqaşın barmı? Ya. Adapte Türkiye'deki vaktimde bir bireylerden numarını ele algan, onu kısak telefonda almaptı. Ama anken sen başka tunuşun var mı dedi. Yok. Sen bol de onda asa. Dep senin nege bağın var, nege baksa dep. Ben şu Washington'da desem, şu Washington degende biraz dedim. Desem gitsem dep de okumagan ki hali dedim. Şu at soğanda meni bir aptılga çıkarıp bir mihmanxanaga apırıp koydu, sen Diago'daki. O yerda maktusluqdak bir aptuzlu vaka, ayrıdırımga apırıp koyduğan. Aptuz biket, poyezda, dispoyezda apırıp koyduğan işte ya vaka. O yer aksız ki, tamaq yatak aşında bir gün. 48 saat vaqt verdik ya. İşte onu tepip, alaqaşıp kıldıgan. Menin bolmagan eken. Ama özüm qarsam bana belge kağızda şu Virginia dep yazıptı ki amına. Hem şu mecburi Virginia kemsen bulmaydı ki amda. İşte deydi o bana şu aşağıda bir Özbek balı varken ismini unutup kaldım. Şu okup görüp İngilizcini yaxşı bildi ki sen şu Virginia'ga basan buldu ki şu Washington'dan DC taraflıga senin sotun aşağıdaki Bolduğunda olsa dep aşağıda bir Tibet bilen tanışıp kalgan şu aşına olan aeroplandık. Keldik. Hamda hazır meye kelgendik meğer bir kardeşimiz. İgolap, yardım kılıp, iş kılıp. Hatırcam bolup kaldım. Elhamdülillah. Muşu endi demismi uygun kendaşımız kavatıdı. Sizge en ahırkı sualım ve başka gepiniz bolsa dersiz. Muşu mişerdeki özümüzün Uygurları qandaq dastlapdayligi elbette biz muhacirlerge sahip çıkışımız gerek. Yani bopmu qanda jihati yardımcı bola alaydı muşda. Mesela sili mişerdeki yerleşip olan Uygurlarning ornu bolgan bolsa, mesela bişinglarni ötdinglar, qanda jihatni yardım qila alaydı mesela. Yatırgan yerini orlaştıralaydı. Anandan keyin tamaqdan ensirmeydi. Bir yaxşı yeri özümüzden qeyrinişi olganken. Andan keyin şey toğan mezgilde bir advokatlığını izleydigan, bir tercümanlık kıldıgan işliğe yardım verdi. Ama aşında kıldı yamana. Güzel. Ama bir amalını kılıp hazır çıkılıp cinimini bekip yürüyeyim aşında. Güzel. Buldu kendişim, Allah razı olsun. Başka anaqır deydigan gepiniz barmı? Çıkılıp amal var ama manga yolda mağmaslık gerek. Men amal yok, men mecburcu bunun. Ayol rast xatarlik. Meselen sildiren mening mangan yollarım mangmaslık gerek. Meselen qayti mangdigan iş bolsa, qaysı yollar bilen keyin aldinglarmı? Aslında ma yol yaxşırak ken dep. Ben olsam şu cıhla, şu beyvastalar, şu Meksika keledik. Şu amal bar, şu Meksika bir şekilde vize app udullam kelip qalgan Panama bilen uğraşmay. Şu şekilde herhalde. Düşendim ben. Kağıda şu özünki nimsi bağlıq. Tavsiye kılmayman aşkı, baxatarlik. Ya, subhanallah. Ben özüm közem bilen köydüm, menin şu tutumdan tırnağına yetis çıketdi, üç qalgan. O iş kılıp Japan'ımı yetkiştatıdığan, neçe ölep neştirildiğin yolu, Panama'nın yolu. Hayır. Bu mesela azrak buralık yavay ormanlıkta bedenden ki badaş olmasa ayol çıkıp asasiyete hayat kalmaydı. Subhanallah. Neyse inşallah bundan keyin Allah Cenab-ı Hak sizning hayatınızı oңuşlu qılgay. İnşallah yüztürani körüşni nim qılsın. Rahmet. Bulda kendişim emse biz söhbetimiz devam kılaylıcımı. Rahmet. Ya min şükri ya. Şahsen men yani men vatanda tug'ilmagan va vatan shu tatil ishchin borgan, ya'ni men qat'iy o'ylab bo'lmayman bu ishlarni, kallamdan yem qilmaydi. Subhanallah. Evet, Zulqar qenishim siz bu kardeşimiz en terleyiligide hazır. Biz bir kelgen kilerligen terleyli kardeşimiz terleylik. terleyiligide. Mesela nurgulları hazır yollarda bulandı, ben anladım.
Kelenmegenler bar, qayta ketkenler bar, aydurum tutulganlar bar, türmede yatganlar bar. Hazır Talelik şu Türkiye'de hazır dedi. Bu kardeşimiz Meksika'dan aeroplan bilan qilib, Meksika'nın içeri yutkelmedi de. Meksika'nın içeri yutkelgenler bar. Bulanganlar bar. Saqchiq bulanmasa qaraqchiga, qaraqchiq bulanmasa saqchiq bulun degende o yerde. Andaki çigirden ütenmey ne çıkıdım aqaga keynek bulup aşı Meksika bilan nemenin çigirsida. Yer qaraqçılar ötküzgende har xil o'xshamagan yerlarda uydi ekan endi hammasiniki hikoyasini anglasam o'xshamagan yerlarda uyutyapti demisi. Chunki o'zi egeshgan shu to'p qarab mangdi-da ishlarda. O jonni tikiblam qildigan ishkan endi. Ba'zilar kep bo'lgandan keyin oson deydi qarindoshlarimiz. Albatta kep bo'lgandan keyin hammamizga oson bo'ldi ekan u yo'l, lekin mesela bir ay türmede yatgan bu kardeşimizin asalam koyup duruptu. Mesela bayamda bir kardeşimizin Amerika'nın kampüsüde bir neçe ay turdu. Bizi telefon qilib açık olanglar, yordam qilinglar deb. Yani bir yaxshi yeri kampi bek jiqob ketsa adam chiqib yutadigan tirishidi ekan ular halqi. Mesela davlat kimligiga qarab mala baribir halqi bu yerda qoldi deb ba'zilar buna qarab boqib mesela Meksika davlatlarining bo'lsa ularni chiqib yutdi deganda darhallam mesela Uyg'ur boshqa degandek mesela Tibet yoki O'rta Osiyodan kelganlar bo'lsa tez chiqib yutdi deganda ba'zilar talaysizlar uzun turib qoldi ekan, uzun turib qolganlar bo'ldi. Miyada mushu Türk vatandaş bo'lganlarning nimasi chiqdi. Agar xato qilgan bo'lsam tuzitib qo'yasizlar. Bay degandek, bu tavsiya emas. Bu qonuniy tavsiya emas, men advokat emas, lekin menga nisbatan kelgan futurlar Türk vatandaş bo'lib ketganlar chegaraga kelgan chog'da o'zining Türk vatandaşligini oshkorlamaslik kerak. Tushunarmi? Shu kaplam mening pasportim işte bulunib ketdi. Men degan Uyg'ur, Xitoy vatandaşı degandek a. Bo'lmasa Turkiyaga qaytarib o'tirgan yoki bo'lmasa o'zini sayohatchi bo'lib ko'rsatadigan bir nimasi bo'ldi. Boy degandek, men faqat deb beryapman bu gapni, ani qilinglar, mani qilinglar demayman. Shuningga o'zinglarni Turk vatandashi deb qolsanglar, o'zinglarga nurg'un avorchilik topsizlar. $8,000 $8,000 bilan chiqtirgan bir ahvol bor degandek. Bu haqda xato qilgan bo'lsam bir tuzitib berib. To'g'ridan, lekin Amerikaning istixboroti bildi uni. Ularningki Türk vatandaşı ekanligini biliklik. Bildi. Ularningki nima borda connection bor. Chunki kirgan vaqtlar Meksika bilan connection bor-ku. Shuni albatta yog'i aytibdi, lekin biliklik, yalqi bu yerning sistemasi buzuq yeri bor. Tali bo'lmasa o'tib ketadi. Alqi pasportni yutayotgan, lekin inshaalloh hammasiga oson qilsin Alloh. Lekin ashunaq bir narsa bor. Yani biz u yerda hamda Turkiyani sotadigan bir ish bo'ldi. Shuni tavsiya qilmayman joni. Ana men bir savol bo'ldi. Udul Meksikaga bog'liq bo'lamdi. Biz shida deb o'tdik. Ma Turk vatandoshlarga Meksikaga bog'liq bo'ldi ekan. Asli. Bog'liq bo'ldi Turk vatandoshi bo'lsa, yo'llar bor. Ammo uni ham shuni topolmagan odam bormiz bo'ldi. Şu asli yo'l bor, lekin anglasam qaysi yili dastlabda mushu Covid'dan keyin belki ko'rdinglar, mushu turklar o'zini tortib TikTok'larga chiqarib, nurg'un turklar mushu Meksika orqali kirgandan keyin Meksikami to'xtatgan turklarning kelishi. Shuningga hozir o'xshash nimasi bormi, men uqmayman. Hozir kelayotgan qarindoshlarimiz ashunday yo'ldan kelyapti. Kirgizishni. Lekin bayam degandek, bosh Braziliyaga kelish kerak. Mesela ki Avrupa'dan İngiliz gerek degandek. Çünkü halkı aşı borderda Amerika'nın saqchilari mı bor edi? Amerika'nın hamkorlashib qilayotgan-ku. Çünkü ular Amerikadagilar haqiqatan sayohatchi bo'lmasa kiygizmaydi ekan-ku yerda. Ashadni qaytganlar bakchiq asha kiygizmay Meksikaning ichiga. Gumonlangandan keyinlamchu. Shuni cho'qim kiralaysiz degan bo'lmaydi yoki kiramaysiz degan bo'lmaydi hozir. Peki Mişada bay degandek Uyg'ur masjid yordam qilyapti. Sizlar yo'l ko'rsatyapsizlar, uy tepiryapsizlar, boshqa tashkilotlar ham albatta qilyapti, lekin sizlardan jiqroq oldim hamdi. Qanday jihatdan yordam qila olamiz bu? Madem keldi, mushuni bir to'xtalsak azroq. Endi hammamiz Amerika sen emas endi. Hammamiz yangi kelganlar bu yerda o'qish kelmagan bo'lsalar bu Japon tatgan deyman. Burun kelib bizning bir kredit yo'q, uy topib bo'lmaydi bu yerda. Uy turgan yer. O bek muhim. Anandan keyin
Çünkü bular sotqa chiqish kerak. Shuning uchun advokatga pul ketadi. Haqsiz advokatlarni qildik, lekin u bek keyinga suraydi ekan u. To'g'ri. Bir kun musun baldur chiqsa yaxshi dedik. Ular 5-6 ming dollar ular pul ketadi ekan. Bu qarindoshlarimiz bu yerga ay bir muncha qarz bilan keldi ekan nurg'unlari. Oilasini tashlab yoki degandek. Şoňa iqtisod jihatdan nima bo'ldi ekan? Undan keyin bu yerda ishlayman desa mashin ketadi. Ondan keyin şoferlik kinchisi bo'lmagan keyin qonunsiz mangdigan ish bo'ldi, u yerda ishlaydigan ish bo'ldi. Nurg'un xatarlar iqtisod jihatdan bo'lsin, mayli uy, endi alhamdulillah hozir 6-7 dan qarindishimiz ayrim uylarni cosigner kapolatchi bo'lib qilib berdi. Oilasi bola ayrim, yoshlar ayrim degan do'stlari degandek. Qarindoshlarimizni Alloh rozi bo'lsin. Qarindoshlarimiz endi boshqa qarindoshlarimiz o'zining nomiga mashina berdi. Shu xizmat qilib pul tepish uchun, yo'l tepish uchun. Asosan hozir bu qarindoshlarimiz hammasi ham qonunsiz ishlayapti, lekin xizmat kinchisi yo'q-da, boshqa amal yo'q. Uyning ijarasini to'lash kerak. Vatan Turkiyada qarindoshlari yoki bolalarini oldin xabar olish kerak. Ondan keyin advokatning pulini berish kerak. Shu shekilish jarayonidagi bir muncha pulni to'lash kerak, qarz bo'lgan bo'lsa. Nurg'un iqtisod jihatdan qiyinchiliklar bor. Albatta biz ularga endi payg'ambar islomniki bizniki ko'rsatgan yo'li, bizniki payg'ambarimiz sen bilgandek o'zi tug'ilgan yeri Makkadan Madinaga ijro qilib mangan vaqtda tunji bo'lib, masjid qilib shu yerda ojiz yetimlarga yordam qildigan, o'qitish o'rni qilib, undan keyin ikkinchi qilgan ishi Ansar muhojir Ansar qarindoshligini o'rnatdi. Undan keyin har xil tijorat yo'lini ko'rsatdi bizga. Endi biz bu yerdagi qarindosh suhbatimiz bilan ularga yordam qilishimiz deb bizning farz deb o'ylayman. Bu yerdagi qarindoshlarimizga biz kelib ko'rgandan keyin ani his qildik, cho'qim qilishimiz kerak ekan deb. Endi lekin hammamizniki iqtidori yangi keldik, bizmi iqtidori nima, undan keyin qiyinchilikmi, undaq alayda holatda emas bizning o'zimizning turmushimiz. Şoňa yani biz hal qila olmaymiz. Lekin hammamiz mush Amerikada qarindoshlarniki yordamiga muhtoj, mush qarindoshlarimiz uchun bundan keyin keldigan. Mesela mening xabarimda hozir 3 kirib bo'ldi Amerikaga bugun. Yani ikkisi chegirada hozir bir necha kungacha keldi. Hozir yana kapilyotdi, yani yo'l ochiqligi. Lekin bayam degandek kuchli tavsiya qilmayman. Alayda ahvolda emaslarga. Birinchi oilangizni tashlab, oilasi bola. Qachon oilangizni ko'ra olasiz, unda hech qanday bir kapolat yo'q. Undan keyin ikkinchi to'y qilmaganlar qachon pul topdingiz deyli. Bu yerda obaydadik 30-40 yosh kirganlar to'y jo'risi qizlar yo'q demdik. Boshqa u jihatlardan tayyorlik bo'lish kerak. Ondan keyin bu yerga kelgandan keyin 1 yil jafo tortishingiz mumkin. Sizniki kinishkingiz chiqmaydi, nima deymiz? Beri qilishimiz chiqib Work permit. necha oyda bu shoferlik kinishkisi chiqadi deb so'rayapti. Qonun bo'yicha Turkiyaniki shoferlik kinishkisi yoki Xitoyniki 6 oy aydis bo'ldi degan nima bo'ldi ekan? Ba'zilarni tutdi, ba'zilarni tutmadi. Endi lekin shoferlik kinishkisi uchun sizniki cho'qim social security number nima deydi? Social security number da. Neymiş? Mişadaki yabancı kimlik numara, yabancı emas, kimlik numara dek narsamdi. Shuni qilish uchun cho'qim masalan bular sotga kirdi. Sotdan iltimos qilib asylum panohlikni iltimos qilgandan keyin 6 oy ketadi-da. Siz menga kirdingiz, advokat bilan ko'rishdingiz, biz tarjimonlik qilib berdik. 2-3 oy 4 oy ketdi. İltimos qilgandan keyin yana 6 oy saqlasangiz, demek az degan 6 oydan keyin siz ana qo'lingizga kelib, masalan eng burun kelgan qarindoshimiz hozir 1 yil bo'lay dedi. 8-10 oy bo'ldi. Bir oldingi oy oldi kinishkini qo'lga, qonunliq o'zining kinishkisini. Ve 8 oy 10 oy tez qilganingizda o. Mesela 1 yil men 1 yildan keyin oldim. Şoňa 1 yil siz qonunsiz ishlaysiz, xizmat kinishkingiz bo'lmaydi. 1 yil yashash uchun kallangiz tayyorlab bo'lish kerak har qanday ishni qildigan. Balkim hozirda necha 100 ming, 300 ming odam kirdim bu dedingmi? Mushu 8-oyning o'zidan
300 ming Uyg'ur emas, 300 ming odam o'xshamagan bo'pmi? Venezuela deymiz, Xitoylar bor albatta buning ichida. Ha. Demakchi bu yerda qarishlaydigan to'shaq. Sizga undaq keplam pul topadigan yo'l o'zingizning kelib 1 yilgacha kallada bir san bo'lish kerak. Demak, u qarishlarmi o'tirg'i? Choy qoldi degan edi, o'mi turg'i. Mesela yangi kelgan vaqtda qarindoshlarimiz bu yerda Xitoyning oshxonasida tomoq to'shiydi ekan-da. Ammo Alloh ason qilib hozir Uber deb DoorDash degan narsalar bo'ldi. U qarindoshlarimiz o'zininki akkauntlarini beryapti-da, yordam qilib yoki tepib degandek. Umid umi bajdarisniki, IRSniki qishib qutulib bo'lmaydi. To'g'ri. 1099 tax report qildi. Va bämi degan bilan boshqalar berishi to'g'ri keldi-chi, yordam qilganlar. Buni vaqtliq bo'lishi mumkin, lekin uzun mezgillikka tavsiya qilib bo'lmaydi, qonunsiz ishlashni. Shu boy degandek, azroq to'xtaldik. Tamam, chegara kirdik. Ancha-muncha o'tdik. Qilish tegish ishlar shu 1 yil jarayonida qaysi ishlar bilan mashg'ul bo'ldi? Birinchi cho'qim kelishni niyat qilgan bo'lsa, Turkiya cho'qim inglizini yaxshi o'rganish kerak. Mayli IT qilman desin yoki qarish qilman desimi, cho'qim masalan Uber deydi desakmi, inglizcha bilmasa xaridor bilan paranglashish, bunda o'ziniki robotdek haydamaydi-da, ishlarni qilish kerak, tushunish kerak. Shuning uchun ingliz tilini yaxshi o'rganish kerak, yaxshi turmush erishish uchun. Ya'ni shu cho'qim maktab muhitidan bek oylik ketmagan qarindoshlarning kirishini tavsiya qilaman. Bek uzun oylik ketgan qarindoshlarimiz o'qish muhitiga kirish bek taskanchi ingliz tiliga. Chunki men yerda qarindoshlarimizning hayotini ko'rdik. Hozir yangi kelgan qarindoshlarimiz 5 oy, 6 oy chidamay zakot bormi degan holat keldi ba'zi qarindoshlarimiz shu. Uyg'urlardan zakot so'ramaydi odatda. Biz masjiddan. Biz maqatim bizni yordam qilolmay ko'nglimiz yerim bo'ldi. O'sha uy pulini to'layapmidi deb bir akimizga desam yaxshi bo'lmaydi. Mehnat bo'lmasin. Advokat pulini bir to'ladik. Yana yetmadi dedik, yenimizni chiqarib berdik. Zakot yo'q. Shuning bilan atrofga degandan keyin Pokistonlik bir 2000 dollar bergan bo'ldi. Yana bir arab 7-800 ashlar bilan boshqalarning zakoti bilan bir yordam qilgan holat keldik. Endi bu yerda kichik bir nuqtani desam, biz Amerikada 10 ming Uyg'ur bor deymiz, to'g'rimi? Men bu şaqda hozir shu mening kallamda o'tmayotgan narsam shu, qo'ymayman 8 mingmi, 10 mingmi xili bir Uyg'ur bor endi. Zakatga bir yetib tursin. Mushu fitrmi? Men matematiklab hisoblasak, masalan, fitr haqi qaysi o'tgan kishili 15 qo'ygu deyman. 15 dollar deyli. 10 ming Uyg'ur bor deyli. Ya'ni buni ödemek, buni to'lashingiz shart. Ya'ni 10 ming Uyg'ur qarz yani. 10 ming Uyg'ur matematiklab hisoblasangizmi 15 dollardan 150 ming dollar bo'lish kerak. Ya'ni zakat emasmi, fitrmi bu? Zakot o nasıl buldu? Zakat o nasıl buldu, right? Anondan keyin buni masalan sadiqa deymiz, u bu yana qo'shimcha yimlar. Aslida bunday qiyinchilik Uyg'ur jamiyati Amerikada tatmaslik kerak. Kolay, oson bir şekilde bu masjiddan sirt maxsus o'zimizning mushtan immigration ishini qilgan aslida bir nimamiz chiqalaydi, mushtan fund masalan. Biz aslında Ramazan'da biz pek küçüldük, buldu Ramazan'da. Anondan keyin boshqa islom organlari balkim bildim. Hozir 500 ming, necha million yig'dida, Turkiyada qarindoshlarimiz uchun million dollardan ortiqni yig'di bu yerda. Andan keyin biz bu yerdagi balkim to'g'ri bo'larmi bilmadim. Bu yerda qarindoshlarimiz misha turayotgan qarindoshlarimizning uyi yo'q, modelda turganlar bor. Ayollarda. Biz ashlar yordam qila olmay puchilib ketdik. Bu yerga keldi. Yana nurg'un hozirmi bor unda qarindoshlarimiz? Andan keyin o'zing bilsa lager shohidlari masalan kuchab ishlayapti ular. Bizning bolasi bor. Ularmi buldu Ramazan'da ko'rdik nurg'un ishlarni. Endi bizniki tavsiyam bu yerda, bizniki shu Amerikadagi qarindoshlarimizga Allohga bo'lgan qarzimizni hech bo'lmasa bizniki masalan Uyg'ur masjidniki zakot fondi ayrim, fitr fondi ayrim uchuqliq bizniki. Mushlarga albatta zakotni shakl bo'lmaydi ba'zi yerlarga, ba'zi fitrni shakl bo'lmaydi. Fitr tomoq yemak-ichmakka mangduz, alqa zakotning 7 turlik odami bor degandek. Agar avu sen degandek hiqsat bo'lsa bizda, biz miyadagi Amerika nurg'un yosh bolalar hozir o'qishni to'xtab qoldi. Chunki o'quvchilarga berishga kerak pullar bir yordam qila olgan bo'lsak, hammamiz oydicha ketib qoldi. Shunday yaxshi o'qiyotgan yaxshi kasblardan ayrilib o'qiyamaydi-da. Yana nurg'un qarindoshlarimiz inglizcha o'qiyamaydi-da, uyning ijorasini to'lamasa bo'lmaydi. Masalan, shu sen degan 200 ming dollarni biz 10 uyni mang'uza olaydik-da. Food
food stamp kart nima deymiz? Shu food stamp kart Ha. bilan fitr bilan Hmm. butun yemak-ichmak hal bo'ladi-da. Chunki boshqa sistema, boshqa islomiy davlatlar islom sistemdan foydalangancha asli bu Paris 20% Aştaqlar üçün işletildi, aşın məsələ həll qilish üçün. Yaponiyada mən məscidni qırğan vaxtda şunundan faydalanıb məsələ həll qılğan. Hazır bu yerdə şu sistem bolmagankin biz aşını qurub çıxaylı deb hərəkət qılyapmiz, bu qiyinchilik həll qilaylı deb. Əgərdə aşı bu hazırki məsələni həll qilish üçün pulq da qıldı axırı. Hazır 50-60 qarindoshimiz kap bo'ldi. Bəzən qarindoshlarimiz 6-7 bir yataq bir uyda turganlar bor. Hamda ma yoshlar emas, boshqa onu desam yaxshi bo'lmasligi mumkin. Lekin tejash uchun bu yerdagi albatta Amerika dollar xashlaydi. Pul tepish undaqmi oson emas-da. Bu yerda Turkiyada ta'sir qilishi mumkin. Bu yerda topgan pulingizni yana xashlaysiz. Shunga bu yerda qiyinchilik bor demoqchi-da. Hozir toplam taxminan necha qarindoshimiz shu yo'l orqali mushta qiyinchilik tortayotgan qarindoshimizning nechasi bor? Hozir yangi kelganda 60 qarindoshimiz bor. Mening bildiganim. Men bilmaydigan bo'lishi mumkin. Mening bildiganlarimda bu. Manga nisbatan endi cho'ng yaqin emas, mencha Mishadagi 10 ming yerlashib bo'lgan Uyg'ur 100 kishimi deyli, balki oldimizga kamida, mesela 100 kishiga sahib chiqa olamiz deb o'ylayman. Endi 100 kishi sahib chiqamizsak, bu cho'ng yaqin yo'q. Endi Sharq Turkistonni mustaqil qilg'imiz bor, oldin ola bir 100 kishiga bir sahib chiqib baqilay mencha. Biz mushtal qilamiz deb advokatlar bilan yig'in etib ko'rishdik, balkim to'xtamlashdik. Mesela bir advokat odatda bir odamga 6 ming dollar pul oldi. 5 mingdan 6 mingdan. Boshqa shtatlarda 10 ming oldi. Mesela mush 50 odamga qildigan pul nurg'un iqtisod mush 50 odamga chiqadigan pulmi? Ondan boshqa uy ijarasi, maktab, burunqi qarz edisi. Endi yaxshi bolalar qiyinchilik yo'q bolalarmi bor orasida? Yaxshi tejab qo'yadi, lekin yani Turkiyaning hayoti bilan solishtirganda jiq farqliqda. Bu yerda ishlimiz bo'lmaydi, harakat qilimiz bo'lmaydi, o'rganimiz bo'lmaydi degandek. Men bir inkaslar qarayapman, shu Turk pasporti bo'lganlar panohlik tilab qala oladi. Miyadagi gap yana chunki yana Uyg'ur bo'lib Turk pasporti bo'lganlar bilsizlar, ya'ni yana Turkiyadan xabarlarni ko'ryapmiz. Yana Xitoyga qaytarib etish nima? Xatarligi bor. Shuna mushu xatarni isbotlig'i bo'lsa, chunki men bilaman, Turk vatandoshi bo'lgan Uyg'urlar Mishada panohlik qilib qabul qilindi. Yetarki shuni mayli Turk vatandoshi bo'l, mayli qanday bir iqomat bo'l, faqat men Turkiyada 1000 Turk vatandosh bo'lgan taqdirdami, men qo'g'inib qilishim ehtimoli bek tuvan deb bo'lma, yangi bir raporlar chiqdi masalan. O'kanda shu transnational repression davlatni olqigan shaklda Xitoy bisim qo'ydi. Isbotligi bo'ldi, Turk vatandosh bo'lsangiz, yana bir ishingiz bir shaklda hal qilib bo'ldi. Tasirek, yani Xitoy vatandosh bo'lgan Uyg'urlarning ishi osonroq bo'ldi, ammo yana qilib bo'ldi bir shaklda. Albatta balqi oldin qadim deyishgandek 10-20 ming qarindoshimizning ichida Turk vatandosh qarindoshlarimizmi bor? Albatta men odam so'chiniki insofiga bog'liq degandeklar bilishganda, bu ashi odam o'tkazib etsa, ashini o'tib ketadi. Bo'lmasa background check deb hozirgacha intervyu qilib javobini bermayotganlar bek ko'p. Intervyu qilmayotganlar ko'p hozirgacha. Shunga so'tniki mana shunda bir qarindoshimiz eng burun kelgan bir qarindoshimizni bilma. O'sha qarindoshimiz 13 qatim sotga chiqdi-da. 13. O'tkazmay. Yani bir qarindoshimiz bor, hozir u qarindoshimizniki hozir xatolik bilan Xitoyga qaytarib etmiz degan buyruqni chiqardi sotchi hozir. Lekin qayta sot etish kerak, yani uning sotchiga pul berib, yani shu mezgilda ishlayolmaydi-da. Bir qarindoshimiz 10 yil ishlayolmadi. 10 yil uydan chiqolmay müküp yurdi-da bayam degan. Sotchi ehtimollik bor, yo'q emas. Saqchi tutasam qaytarib dedi. Mushu vaqtmi bir yerga berib qoldi. Mushu deyishga tegishlik masalan ba'zi narsalar to'liq so'ramagan bo'lishi mumkin. Ba'zi kommunikatsiyalar bo'lsa, bir to'liqlab bergan bo'lsa. Qarindoshimizning savoli bo'lmasa boshqa. Herhalde başka savollar yo'q. Asosiyatdan işte Türk vatandaş qila olamdi, panohlikqa o'tamdi degandek nimalari bor.
başka bir yerde mühim yemler yok. Yollar bu kaçak yollar hiçbir zaman itilmaydı. Bay degenek 8. ayının özünde 300 mingdan artıq kişi kiliklikçi. Şununla lekin mening tavsiyalarim sabr qilinglar inşallah taala 1. ayının biri 2024 yıldan başlap bu iş mağdu Kanadaga. Sabr qilinglar. Manga nisbatan Kanada daha yaxshi bir nima telefon qaraganda. Ya. Şununla Kanadaga tavsiye qilaman albatta. Eng oxirgi so'zing bo'lsa, alayla aning ekranni yipdi. Kelmekçi bolgan garindaşlar arka tavsiyerim kilişini niyet qilgan yoki kelgan chuqum yaxshi niyat qilishini tavsiya qilaman. Bu yergalqi faqatlam jon boqili bir ish narsalarni emas. Ama Alloh mishaga saq salomat keltirdi bu yerga. Şunun bir qis nimasini shukronasini berish kerak. Chuqum jon boqish bilan emas, niyatni to'g'ri qilib bu yerga kelgandan keyinmi, kelishdan burunmi shu to'g'ri bir niyat bilan bir kelishini tavsiya qilaman. Undan keyin bayam degandek to'y qilmagan yoshlarniki men nim qilg'ili kelman degan kalida aniq bo'lish kerak. Bayam ko'p dedik to'y qilib bo'lganlar, to'y qilganlar. Andan keyin bir to'g'ri niyat bilan, harakat bilan kelishni tavsiya qilmayman. Bir ilqi 5 yosh cho'nglarniki qatarda yo'qlarniki kelmasligini tavsiya qilmayman. Bu jabha tortib qolasizlar haqiqatan. Unda oson emas. Yosh cho'nglarniki hech qanday kelmoqchi bo'lganlar cho'qim yaxshi kuchlanib ingliz tilida yoki bir kasbda cho'qim yaxshi kuchlanib kelishni tavsiya qilaman oxirida. Bay degandek yana takrorlaydigan ba'zi gaplar bor. Bay degandek mushu ailesini qo'yib qo'ygan işte ya yoldaşı ya ayoli yolg'iz kelgan ayol emas, cho'qim yoldaşı ayrim keldi. Hemen işte bir ikki yilning ichida akilman yo'q. Men hozir mushariki ahvolni ko'rib hisoblab baqsam, baldur kelsa oylingiz 10 yilda keldi. Yani o asylum pütüp çünkü green card ancak müşadiki uzun müddetlik turuşluk ikametini ap boğandan keyin siz bir sigini kapalat qilib aylangizda ekilalaysiz. Başka bir yollarımız bo'lishi kerak bakan. Navada mening bilgiligim garantor bunda to'y qilib ekilish nimasi-chu? Boshqa qanday yo'llar bor masalan? Tushuntirasizlar. Masalan, chuqum biz Meksika'dan kelgan bolalarniki o'xshamaydigan yeri, bizga o'xshamaydigan yeri. Bularniki sudda bo'ldi ishlari. Asylum bo'lsa-mu. Sud hukm qildi. Shuning sud ba'zan qarindoshlarimiz 11-chi, 12-chi oyga ba'zan kila yil qildi sud kunini. Sudda yaxshi yutib ketsa, ta'li inshaalloh. Shuningdan keyin 1 yildan keyin yashlik ilish ehtimolligi bor. Bularniki tez. Biz hal o'xshamaydi bularniki. Sud bularniki USCIS Mishadiki Mishaning göç idaresi demekçi o. Ular munosib bo'lmaydi bularniki. Ular boshqa bir sistema bilan mangdi bularniki. Yana birisi o'tib bo'lgandan keyin 2 yilgacha hukumatning aynab oilani akib bergan oil jamlash bir programmasi bor ekan. O ehtimollik bor yo'q emas. Undaqda taxminan bu kishi keldi taxminan ortalama 3 yil 4 yil. Ang talayligi. Antaliyalik. Agar asodun o'tib derhal keplam advokatni tutib, emmish Allah oson qilib, sudchi derhal bekitib, sud kuni sudchi ag'rib qolmasa, yaxshi havorai bo'lsa, agar sudchi ag'rib qolsa, u 3 yil 4 yil keyin surildi sud yana. Havorai yaxshi bo'lmasa, yana surildi. Shu biti shu qog'oz bo'yicha mangsa, sudchiniki shu kuni kayfiyati yaxshi bo'lib, o'tkazib etsa, o dedim 13 qatim sudga chiqdi. Hozir bir qarindashimiz o'tkazmay Xitoy qaytsin degan men chiqadi-da hozir. Bu qaytib mumkin, o jihatdan ansirmiq, lekin shu vaqti talib bo'lmagan work permit yo'q qo'lida, ishlayolmaydi. Nurg'un jihatlardan qiyinchilik ichida yashaydi. Ashlan kalisilikni tayyorlik bo'lish kerak demakchi. Undaqda mai hisobot bo'yicha oldi keyin 5-6 yil ketar ekan. Eng tez holatda 3-4 yil bo'lsa, Alloh oson qilsa, ya. Bo'ldi qarindoshlar, albatta bu bir suhbatning ichidan bu ishni hal qilib bo'lmaydi. Balki boshqa suhbatlarimiz bo'lib qolar, lekin hozircha qisqacha bir nimishlar yuz berayotir, qarindoshimiz qanday qiyinchilik bo'yotir. Mening shaxsiy boy degani qarindishim Kanadaga birim. Kanadada ma'rif bekorlik
doktorxana bikaliq, mencha xato tushunib qolmanglar. G'arb dunyosidagi eng nachar davlat Amerika deb shaxsiy fikrim bu. Bu qarindoshimiz yaxshi. Albatta bu vatandoshlikni ilish uchun qilayotgan gaplar. Xayr. Albatta. Xayr, bo'ldi qarindoshlar. Kelaqatim kurashkichi aman bo'linglar. Assalomu alaykum. Qarindoshlarimizni biz uchun bir qarindoshimiz kelsa, Amerikaga nopusimiz jiqlasa, kuchlansak biz qo'shilamiz albatta bu yerda. Lekin ash qarindoshlarimizniki jabha tatmasligini umid qilamiz. Mayli ruhiy jihatdan bo'lsin yoki boshqa jihatdan bo'lsin. Amalsizlar bayamdagi qarindoshimiz dedi, men yana kelatdim dedi. Unda qarindoshlarimiz bo'lsa, amalsiz nim qolgan, yana qarindoshimiz kelsa, albatta hammasiga Alloh uni oson qildi. Lekin biz qarshi olamiz ham qarindoshimizga kemmanglar degan gap emas. Allah hammasini ishini oson qilsin. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bo'ldi qarindoshlar, kelaqatim kurashkichi aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Thank you.